Sergeli Sug'diyona mahallada 2,5 sotu 5 ta xona 120 ming dollarga chiqdi. Plus tarafi uyi egasini nomerini qoldiramiz deb bemalol telefon qilib savdolashib olsangiz bo'ladi. Birinchi xonamizda chap qo'lda detskiy bo'lyapti. Detskiysi ham kattagina qilib ishlashgan. Bu yoqda ikkinchi xona mehmonxona bo'lyapti. Keyin plus tarafi podvolda ham xonalari bor, o'tga ham uy ichidan bor. Keyingisi spalniy bo'lyapti. Spalniysini ham chiroyli qilib remontli qilib qo'yilgan. Tayyorgina uy. Xo'p. Past podvol qismiga tushamiz. Pastga tushganimizda bu yerda bitta detskiy bor, ataplinalari hammasi yangicha, do'q konturli kotyolda ishlayotgan. Bu yerda yana bitta sanuzer bo'lyapti. Bu yoq boygi joy, bitta xona bo'lsa, uy ichiga ichkaridan ham chiqish bor. Keyingi xonamizda xonaning ichidan eshik ochib yuborilgan kuxnya bo'lyapti. Kuxnya ham o'zini alohida eshiklari bor. Ichkariga bu yerdan kirsa ham bo'ladi. Sharoitlari yaxshi. Uy menimcha puliga arziydigan uy. Mo'ljal Sergeli hokimiyatdan o'tganda shunday kotellikni yonida Sug'diyona mahalla bo'ladi. Kelib ko'rib bemalol savdolashib olsangiz bo'ladi. Salomat bo'linglar, uy-joy olasizlar.